Assalomu alaykum. Karavan obunachilari va YouTube'da bizni kuzatib boruvchilar. Aziz obunachilar, bugun juma ayyom sizlarga muborak bo'lsin. Bugun ulug' kunlik uchun aziz obunachilar, Karavan korxonasi har doim an'anasiga sodiq qolgan holatda skidka bas, super skidkamizni boshladik. Aziz obunachilar, yaxshilab ekran ortiga o'tirib olinglar. Yaxshilab meni kuzatib boringlar. Men qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha kamroq gapirishga harakat qilaman. Birinchi ochida aziz obunachilar, mahsulotni tushuntiraman, narxini aytaman. Mahsulotni tushuntiraman, narxini aytib boraman. Va YouTube'da salkam ozgina qolibdi 10 mingta obunachi bo'lganligimiz uchun sharofatlariga super skidka qilib yubordik. Ham unisiga, ham bunisiga. Alloh rozi bo'lsin, bizni shunchalik qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tez kunlarda, tez natijalarda 10 mingtaga yetishimizga ozgina qoldi va obuna bo'lib qo'ying, aziz obunachilar. Biz unda skidka, super skidka mahsulotlarimizni boshladik. Unaqada qo'limizdan kelgancha tez aytamiz, assalomu alaykum. Mahsulotlarimiz skrinshot qilasizlar adminlarga. Zakazlarimiz aziz obunachilar adminlar orqali bo'ladi. Telegramda bo'ladi, Telegramda. Instagramda nimalarimizda YouTube kanallarimizda zakaz ololmaymiz. Zakazlar Telegram orqali va Telegramimizga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi va Instagramimizga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi va YouTube kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Sizdan o'gina degandek, bizdan bugina degandek super skidka mahsulot narxlarda olmoqchi bo'lsangiz, telefoningizdagi bor kontaktingizdagi qarindosh urug', yaqin birodarlar, tanishlaringizni, dugonalaringizni bizni Telegram kanalimizga obuna qilasiz. Hammani qo'shasiz, hammasini. Va Instagramimizga obuna bo'lib turib, undan yaqinlaringizga 10 ta videoni yaqinlaringizga otib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va YouTube'da endi like va dugonalaringizga uni ham u videolarni jo'natib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. O'shandagina sizga skidka va super skidka narxlarda sizga amal qiladi. Endi qizi borlar, o'g'li borlar, sarpo qilganlarda vaqti keldi. Olgan oldi, olmagan qoldi. Yetmay qolsa xafa bo'lish yo'q aziz obunachilar. Yetmay qolsa xafa bo'lmanglar. Yana qarg'ab, yana urishib, negativ yozib o'tirmanglar. Qo'limizdan kelgancha mahsulotlarimiz bomba qilib hammasini tayyorladik. Juda ko'p tayyorlab qo'ydik. Olgan oldi, olmagan qoldi. O'shancha xafa bo'lmaysizlar. To'lovlar oldindan bo'ladi, pochta orqali chiqarib beriladi. Skidka, super skidkamiz 31-dekabrgacha amal qiladi. To'lovlar oldindan bo'ladi aziz obunachilar va zakazlar Telegram orqali bo'ladi. Yaxshilab joylashib olinglar. Mana shu videoni maksimalni kommentariy yozib, like bosib, obuna bo'lib, yaqinlaringizga jo'natib olishingiz kerak bo'ladi. Biz bitta tekshirib turib, keyin sizga admincha qizlarimiz savdo qilishadi va Telegramga barcha kontaktlaringizni tashlab berganingizdan keyin skrinshot qilishingiz kerak bo'ladi. Ular ko'rish kerak bo'ladi. Keyin sizlarga savdo qilishadi. Unda biz boshladik aziz obunachilar, qolgan gaplar o'rtamizda. Ko'pchilik narxlarni bilishadi. Bomba bilan zo'r ketdi, bomba momoqlarimiz o'zi ko'ryapsizlar aziz obunachilar, bu narxlar aniq bilishadi. Ikkita nalichka katta prosini va dvoyna padadyanligi bor. Buni donaga 400 ming, 450 ming sotishadi. Bizda 330 ming so'm edi. 330 ming so'm edi. Sizlar obunachilarimizga super skidkada ataga 250 ming so'm qilib qo'ydim. 330 ming so'mlik mahsulotimizni 250 ming aziz obunachi keling, kamerachi keling, yaqinroq oling mana. Hamma rasvetkalarimiz ham bor, mana olishlaringiz mumkin. 330 ming so'mlik mahsulotimiz 250 ming. Biz foyda qilamizmi, ziyon qilamizmi? Alloh baraka bersin. Bizga duolaring kerak bo'ladi aziz obunachilar. Duolaring kerak bo'ladi mana. Bunaqalari ham bor mana aziz obunachilar. Xo'p, 330 ming so'mlik mahsulotimizni ataga 250 ming so'm, 80 ming so'm realniy skidka. Bu super skidka aziz obunachilar. Bemalol adminlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi Havi ko'rpalarimizni ko'rishingiz mumkin. Havi ko'rpalar aziz obunachilar. Havi ko'rpalar 12 xil, 13 xil, 19 rasvetkalarimiz bor. Havi ko'rpalar, nabor ko'rpalar, qalin ko'rpalar, ikkita nalichka 235 ga 220 katta prostinasi bor va sumkalari bilan bo'ladi. Skidka qilsak biz aziz obunachilar, super skidka qilsak, bir narsasini olib qolmaymiz va yo ichiga narsa kam solinmaydi. 3 yil kafolat beraman. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va katushka bo'lmaydi. Hojona, apa, singil, mana shu farzandlaringga, qizlaringga, sarpolarga olganlar olib qolsin, sumkalari bilan beraman. Mana hozir olib kelishyapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana sumkalari ham bor. Biz upakovka deymiz. Opa mana, ko'ring. Mana shu mahsulotimiz 3 yil kafolati bor. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va katushka bo'lmaydi va allergiyaga mazza qilib yotasiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Dazmollangan upakovkalarga mana katta prostinasi bor va ikkita nalichkasi bor. Mana shu turishi komplegi, mana shu turishi 265 ming so'm. Buni obunachilar bilishadi. 265 ming so'mlik mahsulotimizni
ataga super skidkada 185 ming so'm qilib qo'ydim, belgiladim. Olishlari ham mumkin. Mana shuncha rasvetkamiz bor. 265 ming so'mlik nabor ko'rpamizni, harbiy nabor ko'rpamizni ataga 185 ming so'm qilib belgiladim. Qalingina omalaka, mazza qilib, 3D formatda mana qalingina, behijob, go'shtli o'zi ham. Keyingisiga o'tamiz. Aziz obunachilar, original momig'imizdan, mana original momig'imizdan, mana shu momig'dan, shu bomba momig'dan ko'pchilik talablarga binoan so'rashgan. Bitta nalichkasi bor, bitta prostinasi bor, qalin, original. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 xil rasvetkamiz bor aziz obunachilar. 5 xili bor ekan mana. 5 xili bor. Eng qaliq mana hoji-onalarga, banisaga, raddomga borganda mana. Xo'p, bitta nalichkasi bor, bitta katta prostinasining o'zi bor aziz obunachilar. Xo'p, 95 ming so'm. Mana shu tushib ketdi. Sizlar yo'ldasizlar, har doim yo'lda. 95 ming so'm mana shu. Sizlarga super skidkada ataga 60 ming so'm olishlaring mumkin mana aziz obunachilar, bemalol. Tushuntirildimi mana? Bitta nalichka, bitta prostinasi bor. 95 ming so'm edi. Ataga skidka bas, super skidkada 5-10 ming so'm bas. Ataga 60 ming so'm. Olgan oldi, olmagan qoldi. Bir kishilik nimamiz? 60 ming so'mdan. Keyingisi joynamozga o'tamiz. Joynamoz hojidan kelganlarga, umradan kelganlarga ko'rishlari mumkin, kattagina mana. Juda chiroyli omal ekan mana. O'zi 2-3 pachka qoldi, bundan o'zi ozgina. Buni aytib o'tib ketaveray. Katta joynamoz mana. Original zavodniki, maniki emas bu. Bu zavodda joynamozi. 2 xil rasvetkamiz. Ataga 30 dona qoldi, xolos bundan. 55 ming so'm edi. 55 ming so'm edi. Super skidkada ataga 38 ming so'm. Olishlaring mumkin mana. 20 ta 30 ta qoldi. Ataga 38 ming. Hojona haligi vaqtingizni o'sbet qilib qoling. Men ko'p gapirganligim uchun gapimni yo'qotib qo'ysam, men bor uzr so'rayman. Noto'g'ri gapirib qo'ysam, aziz obunachilar, uzr so'rayman. Chunki mahsulotlar juda ko'p, narxlar esimdan chiqqan. Men tavakkal narxini tushirib tashlayapman. Bitta hisoblab o'tirganimiz yo'qda, tavakkal narxini tushirib tashlayapman. Operator bu tomonga o'ting. Mana bu tomonda mahsulotimizni ko'ramiz endi. Xo'sh. O'shaning uchun noto'g'ri gapirib qo'ysam, uzr so'rayman omalaykim, o'zlaringiz to'g'ri olasizlar. Xo'p, bu mahsulotimiz ko'rishlaringiz mumkin. Materialimiz Xitoy HB bambuk mana. Salkam 10 xil rasvetkamiz bor. 10 xil. Xitoy qalin ko'rpamiz bu, aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 150 ming so'm sotganmiz. Aziz obunachilar, 150 ming so'm sotganmiz. Xo'p, bu qalin ko'rpasi bor va nalichkasi bor, prostinasi bor. Xitoy HB bambuk. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Naborimiz mana aziz obunachilar. 150 ming so'm edi. Skidkada 125 ming so'm sotganmiz. 125 ming sotganmiz. Sizga hozir tanlab olishingiz bepul. Ataga 90 ming so'm. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Katta qalin ko'rpa, ikkita nalichka, bitta prostina. Ataga 90 ming so'm qilib belgiladik. Qani assalomu alaykum, kelinglar mana. Mana skidga yetib keldilar sizlar ham mana. Aziz obunachilar, olishlaringiz mumkin. 150 ming so'mlik mahsulotimizni aka kelavering. Assalomu alaykum. 150 ming so'mlik mahsulotimizni ataga 90 ming so'm qilib belgiladik. Qalin bu. Yupqa bas ko'rishingiz mumkin. Sarponlarga, kelinlarga, qizlarga bergan. O'zingizdan mazza qilib yotasiz. Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, 150 ming so'mlik sotgan mahsulotimiz ataga 90 ming so'm qilib belgiladik. Xo'p, bunisi nima edi? Bunisi nima edi? Xo'p, buni bombani 1 kishiligi bu. Original bu, bilasizlar, 1 kishiligini bitta nalichka, bitta prostina, bitta padadyanli qalini bor. Nechta sotganmiz buni? 230 ming so'mlik mahsulotimizni 190 ming so'm, 95 ming so'm belgilaganmiz. O'zi 230 ming so'm, 1 kishiligi bu. Aziz obunachilar, 230 ming so'mni 195 ming so'm qilib belgilaganmiz. Endi nechpul qiling? 10 ming, 20 ming emas, 25 ming emas. Sizlarga 30 ming skidka. Nechpul bo'ladi? 195 ming so'mdan 30 ming minus qilsak 160 ming so'm bo'ladi. Aziz obunachilar, 230 ming so'mlik mahsulotimiz 1 kishilik. Mana ko'rishingiz mumkin. Sizlar uchun Karaman korxonasi endi yil oxiri sizlarning xizmatlaringizda. Aytaman, har doim sizlarning xizmatlaringdamiz. 230 ming so'mlik 1 kishilik original momig'iz bombasi. 230 ming bas, ataga 165 ming so'm. Yani narxida adashib ketsam xafa bo'lmaysizlar endi. Hop, 165 ming so'm, ha? 1 kishilik bu. Bu 1 kishilik 230 ming so'm bas, 165 ming so'm. Hop, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi namatrasnik. Aziz obunachilar, namatrasnik rezinkali bo'ladi, 2 kishilik bo'ladi. Ikkita nalichka, prostinasi bor. Katta rezinkali bo'ladi, 2,5 metrlik bo'ladi. Momiq, mazza qilib, yumshoq qilib yotishadi bunda. Bu narxi nech bo'ladi? 115 ming, 120 ming so'm edi. 95 ming skidka dedi. 95 mingdan bor mana 20 ming minus qilib yuboraman sizlarga. Bu degani 75 ming bo'ladimi? 120 ming so'mlik namatrasligimiz ataga 75 ming. Mayli, keyin qo'yinglar. 70 ming qilib yubordim sizlarga, nima bo'lsa bo'ldi, mana olganlar olib qoldi mana. 70 ming so'm ikkita nalichka, katta rezinkali prostinasi bor. 2 kishilik ataga 70 ming so'mdan mana. Olishlaring mumkin, bemalol. 5 xil rasvetkamiz bor.
Keyingisiga o'tamiz. Namatrasniki villurivisi bor. Aziz obunachilar, villurivisi bor. Qalingina bomba o'zi ham. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Namatrasnik bu villurivi. Villurivi ko'chada 450 ming, 500 ming so'm. Bizda 250 mingdan 380 ming so'm toptirdik. Sizlarga, obunachilarga 330 ming so'm bas. 300 ming so'm demayman. 290 ming ham, 280 ming ham demayman. Mayli 270 ming ham demayman. Dema rostini aytib qo'ya qoldik. Sizlarga 250 ming so'm, aziz obunachilar, 250 ming so'm. Yo 45 qilib yuboraymi ekan, ha? 45 qilib yuboraymi ekan? Olishlari ham mumkin. Aziz obunachilar, mikrofon tushib ketdi. Mayli, tushib ketdi endi. Mana shu 330 ming so'm bizda olib turibdi. Sizlarga ataga 245 ming so'm qilib berdim. Bu ham 3 to'q rasvetkasi bor. Buni olganlar biladi. Villurvi mazza qilib qishda issiqqina, yozda muzdekkina mana. Olishlari ham mumkin mana. Xo'p, mana har xil rasvetkasi bor. Qaymoqlari ham bor mana. Hop 330 ming so'm bas, 245 ming so'm. Originali rezinkalik bu 2,5 metrlik aziz obunachi, rezinkalik. 2,5 metrligim bor. Mikrofonim ham tushib ketyapti mana ko'p gapirganimdan. Xo'sh, urib olyapman. Yana ketdi. Davom etamiz. Nima qoldi? Hop, pakrivalga kelyapmiz. Navbat pakrivallarga. 2 kishilik pakrivallar. 2 kishilik pakrivalimiz bor. Bo'ylariga bo'ytuman. Ikkita nalichkasi bor, bitta katta prostinasi bor. Naborimiz o'zini narxi 105 ming so'm edi, 85 ming so'm skidka qilganmiz. Mana shu ko'rishlaringiz mumkin, juda ko'p bundan. Sizga super skidka, aziz obunachi, skidka va super skidka 115 ming so'm, 110 ming sotgan mahsulotimiz ataga 70 ming so'm olishingiz mumkin mana. 70 ming so'm. Eng zo'r trenddagi gullar ko'rishlaringiz mumkin. Bularni Telegram kanalimizga o'tsangiz divanga solinganlari bor. Ko'rish tanlab olishingiz mumkin. 105 ming, 110 ming sotilgan 2 kishilik pakrivalarimiz ataga 70 ming so'mdan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xohlagan rasvetkalarni olishingiz mumkin. Ammo lekin ko'p sotish yo'q, ozginadan 2 ta, 3 ta berishim mumkin. 10 ta, 20 ta sotuvchilar xafa bo'lmaysizlar. Xalqqa yetish kerak. To'g'ri tushuninglar. Sarpo qilganlar ham bor. Shuning uchun aziz obunachilar ko'ringlar. 105 ming sotilgan, realni 105 ming so'm narsa. Hozir 70 ming so'm olishlaringiz mumkin. Mana gullar, trenddagi gullar bemalol olishlaringiz mumkin. 2 kishilik yozgi qovma pakrivallar. Xitoy hibi bambukdan bu. Xo'p, keyingisiga o'tyapmiz. Keyingisi pakrival, qalin pakrival, 2 kishilik pakrival. Materialimiz Havi 3D. Materialimiz qaytaraman. Havi 3D bo'ylariga bo'ytumor 13 xil rasvetkamiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin, 13 xil. Buni narxi 220 ming so'm. Chunki 3 yil kafolati bor. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va katushka bo'lmaydi. Opa, aka, eng zo'ri mazza qilib ishlatasiz hamyonbop narxlarda. Xo'p. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va baxtli qiladi. Men sizga aytyapman va allergiya bermaydi. Ham birta insonda uyqusi divanda bo'ladi. Yostiq olish kerak, ko'rpa olish kerak, pakrival olish kerak bo'ladi. O'shalarni chiroyligini olsangiz, mazza qilib uxlaysiz. Aziz obunachilar, o'zingiz uchun ham bitta pakrival oling, opa, aka. Xo'p. 2 kishilik qovma pakrivalimiz, materialimiz Havi 3D 3 yil kafolati bor. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va katushka bo'lmaydi. Ikkita nalichka, qovma yoping'ichi bor va katta prostinasi bor. Kichkina emas, boshqalarga o'xshab. 220 ming so'm buni narxi gruppamizga kirsalar ham bo'ladi. Sizlarga mana shu mahsulotimizda 220 ming so'mlik super skidkada ataga 145 ming so'm qilib belgiladim. Olgan oldi, olmagan xafa bo'lmaydi. Eng zo'r gullari. Ataga 145 ming so'm. 220 ming so'mlik mahsulotimiz ataga 145 ming so'm qilib belgiladik. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, yana nimamiz narsalarimiz qoldi endi. Hop, birinchi bo'limda olaylik unaqada. Cortex pastellarga o'tamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Men bu tomonga o'tib olsam. Xo'sh, qani? Xo'sh. Xo'sh, nima qildilar buni skidkasini? Mana boy ochamiz. Bu hali yangi chiqqan klassikadan. Xo'p. 230 ming, 250 ming. Aka mana 80 ming skidka mana. Olinglar mana. Alloh nima bo'lsa bo'ladi. To'ydek bo'lsin, qo'ylar qo'chqoq bo'lsin. Karavan korxonasi xalq xizmatida. Alloh baraka bersin. Aka, duo esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Duo qilsangiz beraman keyin. Keyin gruppaga odam qo'shasiz, kontak qo'shasiz, o'shandagina sizga 80 ming skidka amal qiladi. Xo'p, aziz obunachilar, ketyapmiz yana, darsga davom etyapmiz. Cortex pastellarimiz bo'ladi. Однотонный bo'ladi. Ikkita nalichkasida ikki tomonda mana bunaqa kurjavasi bo'ladi. Materialimizga 1 yil kafolat beramiz. Materialimiz bo'lmaring bo'ladi. Razmerlari kattagina, mana ko'rishlaringiz mumkin. Chotki sarpolarga bergani, qo'ygani, chinillarga mana. Tillosi bor, xohlasangiz kumushi bor. Yozuvlarini qarang, mana kitobchalar bor. Kimniki yo bemalol ichida kitobini ochib, to'ydagi chimillarda o'qib o'tiraveradi. Xo'p, buni narxi 5-6 xil rasvetkamiz bor. To'yga oqlari bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bular razmerlar kichkina qilinmagan. Aziz obunachilar, razmerlar kichkina qilinmagan. Sizlar uchun bir xil tikilgan katta razmerlar, dazmol upakovkalari. Qarang, mochniy o'zi ham.
Xo'p, mikrofon ishlayaptimi ish qilib? Buni narxi 185 ming so'm deb belgilaganmiz. Bu eng zo'ri. Eng zo'rini eng zo'ri. 185 ming so'mlik mahsulotimiz ataga sizga 125 ming so'mda. Sizga 155 ming bas skidka emas, super skidkada 125 ming so'mdan tanlab olishingiz mumkin xohlaganingiz mana. Bemalol olishingiz mumkin. Mana shular sizga Cartex 125 ming so'mdan. Xo'sh, keyingisi pastellarimiz mana korobkali pastellarimiz bor. Bambuk pastellarimiz bor. Mana bambuk mana bir chokli bo'ladi. Korobkada sovg'alar, salomlarga, raddomlarga, pensiyalarga, klinikalarga. Bundan bir 30 tacha 40 tacha qoldi. Buni narxi mana shu korobkada turishini, mana shu turish azobigacha bir kishilik bitta nalichka, bitta prostina, bitta padadyanlik materialimiz Xitoy xilbi bambuk bo'ladi. Mana shu korobkada turishi ataga 65 ming so'm edi. Men sizga nish bildingmi? 60 ming deymi? Yo'q. 55 ming qilaymi? Yo'q. 50 ming qilaymi? Yo'q. Aziz obunachilar, bu bekordan bekorga super skidka emas. Na realniy narxlar deydimi? Xo'p, ataga 45 ming so'mdan. Mana olishingiz mumkin. Ichida upakovka ataga 45 ming so'mdan. Olgan oldi, olmagan xafa bo'lmanglar. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bular nima ekan bular? Xo'p, bu xuddi shuni 2 kishiligi. Mana 2 kishiligi. Bular divanga solinganlari Telegram kanalimizda bor. Bularımizda bor. Xo'p, 5 chokliklari ham bor ekan bu yerda. 1 chokligi ham bor ekan. 5 chokliklari ham bor ekan. Xo'p, bitta haviylarimiz ham bor ekan. Bular aralashib ketdi-ku bular unaqada. Qanaqa narxlar aytamiz bularni hozir. Bular haviy-ku 5 chokli. Ha? Xo'p, haviy bilan boshlaylik. Mayli, 5 chokli haviyimiz bor ekan. 5 chokli haviyimiz bor. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va katushka. Sekinroq gapiraman, narsa esimdan chiqib qolyapti, to'g'ri gap. Xafa bo'lmang, assalomu alaykum. Yaxshilab o'tirib olganmisizlar, choy kofeni olib kelib ish qilib, hojona bitta duo qiling, qo'lingizni ochib. Sizlar uchun harakat qilyapman qo'limdan kelganicha. Nimaga? Tezroq gapiray deyapman. Minuti ko'payib ketmasin megabitlar deyapman. Bu pastelimiz Havi 3 edi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 5 chokli bilan 1 chokli emas. 3 yil kafolati bor. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va kartoshka bo'lmaydi va allergiya bermaydi. Qalingina hozir ham mazza qilib yopirishingiz mumkin. Mana shundan ozgina qolibdi. Buni narxi 220 ming so'm sotilgan. Aziz obunachilar, 220 ming so'm. Sizga skidka emas, super skidkada ataga 150 ming so'mga berib yuboraman. Sizga 150 ming so'm ozgina sanaqli bor ekan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Bu ham o'shandan ekan, mana 150 ming so'm, 220 ming so'm narsa 150 ming so'm. Xo'sh, qani bambuklarga o'tamiz. Xitoy xilbi bambukka o'tamiz. Aziz obunachilar, ozgina qolgan. Ichida atri chiqadi. Ba'zi birlarda chiqmay qolishi ham mumkin, xafa bo'lmaysiz. Atri chiqadi va Xitoy ro'molchalari chiqadi. Xitoy ro'molchalari chiqadi. Xo'sh, buni narxi nech pulida? Nech pulida? Xo'p, 155 ming so'm edi. Skidkada 135 ming so'm edi, o'zi bonuslari bilan edi. Bonuslari bilan. Xo'p, endi bunday qilamiz. Nima bo'lsa bo'ldi. To'yda bo'lsa, qo'ylar, qo'chqor bo'lsa, 2 kishilik, 2 ta nalichka, prostina, padadyanligi bor. Ham atri bor, ham Xitoy ro'molchasi bonusiga bor. 155 ming so'm mahsulotimiz ataga 110 ming so'm. Mana 2 kishiligi 110 ming so'm olishlaringiz mumkin. Har xil rasvetkalarimiz bor, aziz obunachilar, mana har xil rasvetkalarimiz bor. Korobkada bo'lar. Bu ham tuyo ekan, bu ham. Tuyo. Qaysi birini olib bering? Mana klient. Mana, oling. Shunisimi? Mana atirlari bor, Ispaniyaga atirlari bor. Oling mana. Ro'molchasi ham bonusiga, o'zi ham bonusiga, puli ham bonusiga. No, qarang, hozir men baqa aytdimki, duo birinchisi, qarsiz duo qilasiz. Ikkinchisi, Telegramga hammasini qo'shishingiz kerak bo'ladi odamlarni. O'sha kontaktingizdagi odamlarni biz Telegramga qo'shasiz. Yo'q, to'g'ri tushuning. Hozir bor kontaktingizni Telegramga qo'shib berasiz. Instagramga obuna bo'lib, 10 ta videoni otasiz qarindoshingizga. O'shandagina amal qiladi. Unaqada agarda bularni olib qilmasangiz, unda to'g'ri kelmaydi. To'g'ri tushunasan endi? To'g'rimi? Tashlash shart majburiy. Xo'sh, davom etyapmiz yana. Nimada qoldik o'zi? Xo'sh. Bu ham Habi ekan. Habini nech pul qilib yubordik? 150 ming qilib yubordikmi? Ha? 5 shok 220 ming 150 ming qilib yubordik. Xo'sh, bitta nima ekan bu ham? Qani, qanaqa chiqadi? Xo'sh, mana bu ham atirlari bilan. Pastelimiz, atiri ham bor, hammasi bor. 155 ming so'm edi. 130 40 50 qilmadik. 110 ming so'm. Olgan oldi, olmagan qoldi. Xo'sh. Endi mana bitta ozgina qolibdi mana. Opalar mana. Bu nima deylar? Ikkita nalichka prostinasi bor. Xitoy xilbi bambuk. E'tibor qilamiz. Ikkita nalichkasi bor, bitta prostinasi bor. Padadyanligi yo'q. Sovg'alarga, sarfolaga bergan mana. Qo'shishlaringiz mumkin mana. Mana, sumka salafanda bo'ladi. Hadiyalarga bergani
sarpolarga bergani, xudandaga bergani. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bu soni ozgina mana. Buni narxi o'zi 50 ming so'm edi. 35 ming skidka qilganmiz. Sizlarga 25 ming so'm ataga. Mana bitta obed puli 25 ming so'm. Oling mana. Nimaga 30 ming qilsam ham bo'laveradi? Yo'q, bizda super skidka mana. Olishingiz mumkin, o'zi ozgina qoldi. Ikkita nalichka, bitta prostina. 2 kishilik. Padadanligi yo'q, aziz obunachi. Mana. 50 ming, 45 ming so'm edi. Sizga ataga 25 ming so'm. Bemalol buni bu xizmat haqi ham bas, salafa haqi ham bas, buni chotki dazmollarni solingan. Ataga 25 ming so'm. Xo'sh, keyingisi, bunisi ham bor ekan, buni reklama qildim. Buni og'iri bor, gasinchli bor, mana. Gasinsaniki bor. Gasinsaniki bundan oldin reklama qilganman. 235 ming so'm edi. Katta razmerda 1,5 kishilik, 1 kishilik gasinsaga tikkanmiz. Buni ozgina o'shandan ortib qolgan. Qolgan biz bir 10 dona qolib, 220 ming so'm edi. Yaqinda videoni ko'rgan bo'lsalaring, 175 ming so'm qilyapti. Mana shuni 175 ming qilyapti. Aziz obunachilar, 220 ming so'mlik mahsulotimni 150 ming so'm. Mana gasinchli oq palasali og'ir 5 shokli bo'ladi mana. 5 yil kafolati bor. 5 yil kafolati bor. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi, sarg'ayib ketmaydi. 150 ming so'm. Nima bo'lsa bo'ldi. O'zi 10 dona qoldi. Mana adminlarga aytdim, bilmasdi bular. 175 ming so'm edi o'zi. 150 ming so'm 2 kishilik, 1 kishilik u, 1,5 kishilik. Padadanlar 155 dan katta bichilgan. Xo'p, 150 ming so'm. Xo'p, agarda mana shu mahsulotlarda adminkalarimiz narxlari esidan chiqib qolgan bo'lsa, shu joylar epizodlar qirqib tashlasalaring, o'sha narxdan sizlarga albatta berishadi. Xo'sh, tag'in nimada qoldik endi? Ha. Bu qizilini o'zimi? Xo'p, bu nima? Namatrasnik, bulmarin materialdan namatrasnik rezinkalik bo'ladi. Ikkita nalichka, prostinasi bor. Bu 1 kishiligi. Hozir bizda bir 30 tacha qizili qolibdi, aziz obunachilar, qizili qolibdi. Ko'proq buni sarflarga olishadi. Namatrasnik. Xo'p, buni narxi nech pul edi? 1 kishilik bu, ha. Bu o'zi real narx 65 ming so'm edi. Skidkada 45 ming qildik. Sizlarga buni ataga 35 ming so'm qilaman. 65 ming so'mlik mahsulotimiz ataga sizga 35 ming so'mlik 1 kishilik. Bitta nalichkasi bor, bitta nalichkasi bor. Ikkitasi. Bitta nalichkasi bor, rezinkalik prostinasi bor. 60 ming, 65 ming sotdik. 45 ming skidkalik, super skidkada ataga 35 ming so'm. Bu 1 kishiligi. Qizili qopda xolos. Xo'p, endigi navbat. Endigi navbat kattasiga, 2 kishiligiga. 2 kishilik bulmarin 1 yil kafolati bor, aziz obunachilar, 1 yil. Qarang, sarpolarga qo'ygani qizlarga o'zingizdan mazza qilyotasiz. Bitta yuvasi bo'ldi, mazza qilasiz. Mana rezinkalar, ko'rsating, rezinkalari bor mana. Zavodskiy o'qib tikilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin mana. Buni narxi 75 ming so'm. Boshqa joylarda 90 ming, 110 ming sotilganda biz 75 ming so'm sotganmiz. 70 ming sotamiz deb belgiladik buni. 75 ming so'm bu. Midi, nech pul edi? Ha? 60 ming skidka dedi. 45 ming qilay mayli. Esimdan chiqib qolyapti. Chunki 50 ming, 60 ming deyapti. Xo'p. 75 ming so'mlik 2 kishilik rezinkalik namatras ikkita nalichkaligimiz 1 yil kafolati bor bulmarin materialdan bo'lgan yumshoqqina HB 75 ming so'm bas. Ataga 45 ming so'm. Mana shu qoldi, mana olishlaring mumkin. Ataga 45 ming so'mdan. Bemalol olishlaring mumkin mana. 45 ming so'm. Xo'p, bunimizdan ikkita qoldimi? Bunimizdan ikkita bu Villurvi. Villurvi 2 kishilik bu. 2 dona qoldi xolos. Ikkita nalichkasi bor, katta rezinkali mazza, divonga zo'r tushadi. Buning narxi 155 ming so'm edi, 130 ming so'm skidkadanmidi? 130 ming skidkada. 2 dona qoldi. Nima bo'lsa bo'ldi. 100 mingdan. Mana 100 mingdan qilib yubordim, 2 dona. Ulgurdi mana. Kattagina. Bunisini bog'lab qo'ysang mana. Ko'rishlaring mumkin, razmerlari katta. Rezinkalik Villurvi bu. 2 dona. Endi bu darrov ketadi hozir. Xo'sh. 100 ming so'm. Endigi navbat bular sotildi bular hozir, bularga. Xo'p, endigi navbat pastellarimizga keldi yana. Ko'rishingiz mumkin, narx 20 xili bor. Bir dunyo. Aziz obunachi, ko'rishingiz mumkin, eng zo'rlari, eng hitlari. Yangi chiqdi mana, yangi keldi, ko'rishingiz mumkin. Astatka bas, qani labligi bormi? Shunday zerikkanman labligidan. Mana labligi ham bor ekan. Hamma tikkan uchun men tikkanim yo'q edi labligini, to'g'ri gap. Bu lablida qanaqa nima qilasizlar bilmayman. Trend bo'lib ketdi labli mana. Labli siz labli. Bu og'iri bu. Aziz obunachilar, Luboyga solishtirsalar ham mumkin. Luboy Xitoy pasteliga solishtiringlar. Kilosini ham, og'irligini ham, qalinligini ham. Mikrofonim ishlayaptimi? Bemalol ko'rishingiz mumkin. Parijga bormoqchimisiz? London, Parij bor mana. Pastel ikkita nalichka prostinasi bor, padadanligi bor, katta razmerda. Materiali xaviy bo'ladi. 3 yil kafolati bor. Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va katoshka bo'lmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. 20 xil yangi keldi mana. Mana labli siz labli bor. Xo'sh, qani
Qizili desangiz qizili bor. Yurecha desangiz bu meniki bu. Tigr desangiz tigri bor. Ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq ko'rsating operatorni. Tigr desangiz tigri bor. Yurechalik desangiz yurechalik bor. Narxini aytaman hozir bomba bo'lib yiqilasiz. Hammasini ketadi. Hammasini ketadi. Nima bilan narx sotdingiz deydi. Men yil oxiri xalqqa xizmatga odamman. Menga noto'g'ri yozmanglar, noto'g'ri gapirmanglar. Tadbirkorlar xafa bo'lmanglar. Chunki men xalqni o'ylayapman oxirida. To'g'richilar. Shuncha yil savdo qildik. Hamma bizni qo'llab-quvvatladi. Qo'llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilganlarga ham, hammaga ham Alloh rozi bo'lsin. Eng zo'rlari Tufta bas ko'rishda ham mumkin. Yangi chiqdi. Men o'zi ozgina vaqtlar boshlamoqchi edim. Super skitkani. Chunki mana shuni kutdim. 20 xil chiqib olsin dedim. Bir dunyo ko'rishda ham mumkin. Eng trenddagi gullar mana. Og'irligini Luboy Xitoy pastellar bilan solishtirishda ham mumkin. Bemalol men Beeple'ga berib yuboraman agar menikini og'irini topsalaring. Bexijolat mana olishda ham mumkin. Buni narxi 175 ming so'm. 175 ming so'm sotilgan. Optim narxlar 175 ming so'm. Ko'rishlaring mumkin. Mana yurechalari bor. Yurechalar kerakmi? Mana. Yurechalar kerakmi sizga? Yurech kelinganmi? Opa, Rossiyada kuzatyapsiz, men ko'rib turibman sizga. Oling. Rossiyada pul tushirasiz, 100 ga ketadi. Ammo lekin sal sabrda bo'lsa, sekin-sekin ketadi. To'lovlar oldindan bo'ladi. To'lov qilasiz va keyin yukingizni bog'lab, skotda so'mkalab turib, keyin ketiladi. Bitta nerealniy narx sotyapmiz. Xo'p, narxiga kelaylikmi? O'zimdan charchadim to'g'ri gap. Noto'g'ri gapirgan bo'lsa yana uzr so'rayman. Gapim hali qo'shmay turgan bo'lsa. Uchul kafolati bor pastelimiz 2 kishiligimiz. Havitridi, qalingini mazza qilib qichitmaydi. Sintetikasi yo'q, samligilamni. Xohlagan O'zbekiston bo'ylab zakaz berishingiz mumkin adminkalarimizga. Adminkalarimizga zakaz berasiz. Zakazlarimiz Telegram orqali, to'lovlar oldindan mahsulotingiz pochta orqali uyingizga yetib borguncha xotirjam bo'ling. Mahsulotlarimiz biraksiz har doim biz katta xizmatingizda biz javob beramiz. 175 ming so'mlik pastelimiz nerealniy. Nechpulda o'ylaysizlar? Buni aytinglar. Nechpulda o'ylaysizlar? 115 ming so'm. Aziz obunachilar, 115 ming so'm. Olishlar ham mumkin. Bir 135 qo'ya dedim, bir 125 qo'ya dedim, biz 120 qo'yaylik dedim. Yo'q. Sizlar uchun ataga xohlagan rasmitkasi olishi mumkin. 20 xil, bittadan 20 ta oling. Ataga 115 ming so'mdan olishingiz mumkin. Nima bo'lsa bo'ldi. Xo'p, shartlarni yana eslatib o'taman, aziz obunachilar, shartlar. Telegram telefoningizda bor kontaktingizni Telegramga qo'shib berasiz. Nimaga? Karavan korxonasi rivoji uchun sizlardan boshqalar ham manfaat bo'lsin, ular ham olsin, chekka joylarga borsin va Instagramimizga obuna bo'lasiz va Instagramda o'sha video qo'yganmiz, o'sha videoni like bosib, tagiga kommentariy yozib, 10 ta yaqiningizga jo'natib qo'yasiz Instagramda va obuna bo'lasiz va YouTube'da ham kommentariy yozasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Aziz obunachilar, shartlarni bajarasizlar, ataga 115 ming so'mdan beramiz. Aziz obunachilar, qalani eng zo'ri biz javob beramiz. Ataga 115 ming so'mdan pastellarimiz olishlari mumkin. Xo'sh. Tag'in nima qoldi bu bo'limimizda? Xo'sh, ana pastellarimiz qoldi, aziz obunachilar. Sumkasi qani pastellar, sumkasi? Qani solingan? O'zib ketdi o'zi ham. Nimalar bor ekan mana? Qaranglar, mana pastellimizni qaranglar, o'zi ham mana. Vaqti zo'r. Shuni olib turgan nima bor ekan? Qani bismillah. Xo'p, bu satin bor ekan, super satin bor ekan. Super satin ko'chada 450 ming, 500 ming. 2 dona qoladi bundan. 2 xil rasvetga qolgan. Oldilar, yig'ishtirib turinglar. Super satin injiq opalarim bor, super satin 450 ming, 500 ming qo'yadi Instagramda. Mana men sizlarga zo'rini beray sizlarga. Qanday birisi nima ekan? Xo'sh, qanday qaysi svet ekan? Xo'p, 2 xil sveti bor, sarpolarga bor mana. Xo'sh. Bizda nech pulida o'zi? 297. Xo'p, bu narxi 420 ko'chada, bizda 330 ming so'm edi. Skidkada sizlarga 297,5 ming qiladi. Mana sizlarga osalang olib olinglar, nima bo'lsa bo'ldi. Super satin. Tugatib qo'ygan 5 choklik mana. 5 choklik. Ko'rishlaring mumkin. 2 xil rasvetkasi bor, 5-6 tadan qolgan. 400 ming sotiladi. Ataga 260 ming so'm. Nima bo'lsa bo'ldi. 10 ming, 20 ming bas. Tars o'tamiz bo'ldi. Olgan olmagan xafa bo'lmanglar mana. Ko'rishlaring mumkin, xuddi shunaqa. Razmerlari kattagina. Samiglamni bir. Yana bonusiga sumkasi ham bor. Aziz obunachilar, sumkasi ham bor. Hadyasiga upakovkasi ham bor mana. Super satin. 450 ming. Shuni ko'rishlaring mumkin. Super satin. Katta razmerda 5 yil kafolati bor. Xo'sh, bu 260 ming so'm. Men esimdan chiqib qoladi keyin. Narxlarni keyin qirqib adminlarga bersalaring. Xo'p. Keyingisi nima ekan? Qani bismillah. Xo'sh, sumka. Xavilarimizga navbat. Xavilarimiz 5 chokli xavilarimiz. Mana ko'rishlaring mumkin.
Buni rasvetkalarimiz aziz obunachilar guruhimizda bor. Mana 5 chokli ko'rishlaring mumkin. Hamma narsa joy-joyida. Turkiya bilan birga bir ishlangan. Behijoy chetlar, salafanlari ham bor mana. Xo'sh. Buni narxi yurichali deysizmi, gulchali deysizmi, hammasidan bor. 5 chokli. Buni ham bonusiga ham skidka, ham super skidka, ham bunaqa hadiyaga sumkalarimiz bor. Sumkachalarni bepulga beramiz. Buni narxi mana shu turishi 220 ming so'm. Bir chokli emas, 5 chokli. Aziz obunachi 5 chokli ko'rishingiz mumkin mana. 5 chokli. Mana. 5 chokligimiz ko'rishlaring mumkin. 220 ming so'mlik 5 chok 3 yil kafolatga ega bo'lgan, rangga chiqmaydi, oqarmaydi va katoshka bo'lmaydi va yuvgan sari o'zini holini yo'qotmaydi. Men bunga kafolat beraman, chunki bu sinovdan o'tgan. Bizdan olgan odamlar 8 yildan beri ishlatyaptilar. Prosta men sizlarga 3 yil deyapman. 220 ming so'mlik mahsulotimizni skidka va super skidkada ataga 150 ming so'm, hadyasiga, bonusiga yana teng bo'lsizlarga sumkasi ham bor. Olgan oldi, olmagan qoldi. Xafa bo'lish yo'q. Tanlab olish yo'q. Buni tanlayman desalaring Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz va karavan pastellarimizga obuna bo'lganingizdan keyin ichida rasvetkalar va tanlab olishingiz mumkin. 220 ming so'mlik mahsulotimiz ataga 150 ming so'm. 5 chokli 70 ming so'm realniy skidka. Bizda o'zi alda yo'q. O'zi bizning mahsulotlarimiz hamma skidkada o'zi. Ham birinchi qo'l biz o'zi arzon sotamiz, yana arzon. Nimaga? Alloh hammamizga baraka bersin. Yana aytaman, duo qilishni unutmanglar aziz obunachilar. Duo qilishni unutmanglar. Assalomu alaykum. Xo'sh, yana nimalarimiz qoldi? Qaysi kapalaklar qoldi? Havimidi u? Ha? Xo'sh. Ha, buni nimiz bor edi. Mana buni bambukdan bor, mana. Xo'p, bambukdan bo'lganimiz bor. Mana, kam qolgan. Mana bambukdan bo'lgan. 110 ming so'm. Kelinlarga, sarpolarga bergan kishilik. Ikkita nalishga prosi patadianligimiz bor. Mana ko'rishlaring mumkin mana. Bemalol. 110 ming sotilgan. Skidka 90 ming. Men sizlarga realni narx beraman. Ataga 55 ming so'm. Olishlaring mumkin mana. 55 ming so'mdan. Ozgina qolgan mana. 55 ming so'm ikkita nalishga prosini patadianlik mana shunaqa brend upakovkalarda. Ataga 55 ming so'm. Olishlaring mumkin. Olgan oldi, olmagan qoldi. 55 ming so'm oqi bu. Ha, yana arzon, bundan ham arzoni borda qolmadi. Xo'sh, keyingisi Havimiz bor. Havi Kenzomiz bor, ko'rsalaring bo'ladi. Mana Havi Kenzo. Havi Kenzomiz bor. Aziz obunachilar, Havi Kenzomiz bor. Mana. Ko'rishingiz mumkin. 3 yil kafolat bor, rangi chiqmaydi, oqarmaydi, nima bo'lmaydi, tvit bo'lmaydi. Brend bu. Buni narxi 160 ming so'm. Men sizlarga buni bemalol olishlaring mumkin. Ataga 100 ming so'm qilib beraman. Nima bo'lsa bo'ldi, olinglar mana. 100 ming so'm. Havi 3D upakovkasi boshqa mana. Sarpolarga. Razmerlari buni ham katta mana aziz obunachilar. Olishlaring mumkin. Soni buni ozgina mana shu yerda qolgan xolos mana. 100 ming so'm. Mana uni puli, bambuk puli bunga o'tyapti. 100 ming so'm. Bemalol. Bir 15 ming, 20 mingga dastlabki bo'ladi aziz obunachilar. 160 ming so'm o'zi. 3 yil kafolatni ham plus yana qo'shib beryapti sizga. 100 ming so'm. Xo'sh, yana nimamiz qoldi? Birinchi bo'lim tugib, bu ham bo'ldi. Bo'ldimi mana? Birinchi pochinni qildilar mana. Akam qildilar, birinchi pochin. Aziz obunachilar, video ko'payib ketyapti hozir. Birinchi bo'lim bo'ldi. Birinchi bo'limni poni obzor qilib berdik qo'limizga kelgancha. Nobodo, noto'g'ri gapirgan bo'lsak, tushunmasalar Telegramga yana bitta video qo'yamiz, ertadan qo'yamiz, xudo xolasa. Bemalol olishlaring mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va Telegramga obunachilarni o'zingiz kontaktga obunachilar qo'shishni unutmang aziz obunachilar. Shu video yoqqan bo'lsa sizlarga barcha yaqinlaringizga like bosib, kommentariy yozib, nima yozgan taqdiringizda ham yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Ularga ham chekka joylarga shu videolarimiz yetib borsin. Bilasizlar-ku, karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi. Aziz obunachilar, shuncha mana 1 yil birga ko'rib yurgan bo'lsangiz, 1 yil davomida bizni qo'llab-quvvatladilaring. Biz ham oilamizni boqamiz, ishchilarni boqamiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin, sizlardan ming rozi, bizlar ham rozi bo'linglar aziz obunachilar. O'shaning uchun sizlarni o'ylagan holatda qo'limdan kelgancha maksimalni tushirib berishga harakat qilyapman. Qo'limdan kelgancha miyamda shunday o'ylayapmanki, tushirib tashlayapman mahsulotlarni. Kimgadir balkim yoqmay turgandi, kimdir yoqib turgandi. O'shaning uchun bemalol olishlaring mumkin. Pastellarimiz 115 ming so'mdan barcha mahsulotlarni aytib o'tdim. Endigisini yana bitta bo'lim bor. Keyin yo ertaga yo keyingi qismlarga xudo xohlasa ertaga chiqarishga harakat qilamiz. Aziz obunachilar, super skidka sizlar uchun karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi. Sog' bo'lasizlar.